Assalomu alaykum hammaga. Bugun siz bilan yangi kitobni sharhlayapmiz. Bu kitob boshqa kitoblardan anchagina farq qiladi ekan. Masalan, uning shevasi yoki uslubi va dunyoqarashi ham. Tog'ay Murod, otamdan qolgan dalalar. Kitobdagi voqealar ham dala bilan mutlaqo chambarchas. Lekin boshqa narsa haqida gapiradi. Ya'ni ruslarning bosib kelishi dan mustaqilligimizgacha aytadi. Bosh qahramonning ismi Dehqonqul bo'ladi. U paxta fondiga boradi va juda ozgina paxta teradi. Bor yo'g'i 10 kilo har kuni. Ularning birida u 11 kilo paxta teradi. Lekin baribir ustozlari uning ustidan kulaveradi. Direktor oz teganlarni urardi. Birovini tepardi, birovini urardi, labidan cho'zardi yoki qulog'idan cho'zardi. Qachon ko'proq terasan deb aytardi. Senlarning dastingdan hozir kattalardan gap eshitib kelyapman deb aytardi. Kunlarning birida Ziyod ismli bola paxta dalasida uxlab qoladi va vafot etadi. Chunki u paxta dalasi dori sepilgan edi. Buni paxta fondi deb aytadi direktor bolaning onasiga. Keyinroq esa direktor hammani chaqirib kelib oshpazga tayinlaydi. Endi hech kimning kosasiga go'sht solma deb aytadi. Keyin esa bir oy maktabda o'qishadi. Direktor qizil bayroqni qo'lga kiritadi. Tumanlar aro musobaqada. Keyin bir oqsochli odam kelib aytadi. Bu ko'chma bayroqchi. Bu hech kimga vafo qilmaydi. Shunday ekan siz o'zingizni qiynab bor kuchingiz bilan paxta teravermang. Shunday degach, yana direktorning egniga bayroqni ilib qo'yadi. Va oradan yillar o'tadi. Dehqonqul ulg'ayib uylanib oladi. U paxta brigadir bo'lib ishlaydi. Dalada qishin-yozin ishlaydi. Bir kuni majlisga boradi. U yerda dotatsiya haqida gap ketadi. Va yonidagilar shunday deydi. To'laylik deb, ana undan keyin odamday yashasak bo'laveradi. Qabatimda o'tirmish brigadir qulog'iga shivirladim. Qayerda yashaymiz deydi, dedim. Dotatsiyada, deydi. U qayerda? Brigadir tovoni bilan yer tepib ko'rsatdi. Shu yerda, dedi. Mana shu yerda. Shuni ham bilmaysizmi, ko'rsavod. Gapimizga tag'in brigadir qo'shildi. Dotatsiyada yashaymiz degani muttahamlarcha yashaymiz deganida unchalik emas, gaping qursin. Bo'lmasa nima degani? Yo tekinxo'rlarcha yashaymiz deganimi? Unday ham emas. Nima desam ekan, dotatsiya degani davlat qaramog'ida yashaymiz degani. Yo'q, bu ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Dotatsiya degani qarz bo'lib yashaymiz degani. Menga shu joyi juda yoqdi. Atirgul hidlari olamga ketdi. Quvnoq yoshligimiz voyaga yetdi. Hatto tengdir bo'yimiz bo'yga, sizlarni taklif etamiz to'yga. Kitobda qiziqarli voqealar juda ko'p ekan. O'qishni tavsiya qilaman hammaga. Like bosib obuna bo'lib keting.